To'g'rimi yoki g'alati? Bizlarni versiyamizda. 19 yoshimda gruppani tashlab erga tegib ketsam, to'g'rimi yoki g'alati? Zo'r. Mayli tegsin deyur, lekin guruhdan ketish g'alati. Zo'r. Sen ham o'zing jufting topishing kerak, to'g'rimi? Guruhdan ketaman. Bay bay. Mayli. Pul ko'proq qoladi bizga. G'alati. Ya rol o'ynayvering. G'alati, dildorsiz bo'lmaydi. Men prekin chekyapman. To'g'rimi yoki g'alati? G'alati. Chekish insonni o'ldiradi. No'g'rini o'rganib qo'yganmiz. Sizlar yoningizda tutatib yuraman, to'g'rimi? Men kalta ochiq sochiq kiyib yurishim to'g'rimi yoki g'alati? Hatto hozir ham ochiq kiyinib yuribdi. Bundan ham ochiq, bundan ham kalta. Bunaqa rasm qo'yaman, mana shunaqa. Короче, все g'alati. Odam o'zini ustida ishlamaslik norm yoki g'alati? Norm. G'alati вообще. Odam o'zini ustida ishlamaslik bu kelajakda o'zini o'zi sindirishga olib keladi. Beshikdan to qabrgacha ilm izla deyishgan. Saqlanaman. Diyeta qilaman. Ishingga qaraysan to'g'ri. Ishimga Hamidchi. qarayman. Men sizlar Faqat uxlaydi. hozir Anvar akasiz video olamiz. To'g'rimi yoki g'alati? Norm chunki Anvar akaning mazalari yo'q. Da, g'alati. Biz Anvar akasiz video oldik. G'alati-da. Ayol kishi pul topsa, o'sha pulga erkak kishi yashasa, norm yoki g'alati? Вообще norm. Bo'lsa, bolalar o'qish kerak, izlanish kerak, o'z ustida ishlash kerak.